Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatuvchilarim, hurmatli meni muxlislarim. Yaxshimisizlar? Hammalaringizga xayrli kun. Yakshanba kungi dam olish kunlaringiz xayrli, fayzli, barokatli bo'lsin. Hamyonlaringiz doimo pulga to'la bo'lsin. Sog' bo'linglar, charchamanglar hech qachon. Men shart berasizlar, men o'sha shartinglarda bajaraman degandim. Albatta Instagram qonun qoidalariga to'g'ri keladigan shart bo'lish kerak degandim. Keyin bu bizni musulmonchiligimizga to'g'ri keladigan shartlar beringlar, odob doirasidan chiqmagan holda degandim. Bir inson Farg'onali ekan, bir inson menga savol beribdilar. Shart emas, bu meni savolim, qiziqtirgan savolim dedilar. Oilangiz, shaxsiy hayotingiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz haqida gapirib bering degan ekanlar. Men gapirib berishga, men oldingi videolarimda gapirib reels qo'ygandim. Menimcha yangi qo'shilgan obunachilarim uchun bu qiziq. U reelslarim ancha oldingi qo'yilgan reelslik uchun menimcha ko'rmaganlar. Xo'p, mana gapiraman, eshiting. Javoblarim shaxsiy hayotimga qiziqqanlar uchun. Men oilaliman. Hozirda turmushga chiqqanman. Oldingi birinchi turmushimdan ajraganmiz. Birinchi turmushim 20 yil yashadik, biz farzand ko'rmadik. O'zim opam o'g'il farzand tug'ib berdilar. Lekin o'g'il farzandim hozirda dadasi bilan birga. O'g'limiz 12 yosh bo'lgan. 12 yoshga kirgan. Katta yigit bo'lib qoldi. Shunaqa, men 4 oy bo'ldi. Bu insonga turmushga chiqdim. Ikkinchi marta oila qurdim. Xullas, bu oilamizda 2 nafar qizimiz bor. 4 ta nabiramiz bor. Hozirda qizlarimiz oilali, Xudoga shukr, o'zlariga tinch oilalari bilan birga yashaydi. Biz hozirda turmush o'rtog'imiz bilan birgalikda yolg'iz yashaymiz, lekin bizni yolg'izlatmaydi. Nabiralarimiz tezda holimizdan xabar olib kelib turishadi. Shunaqa. Yana qanaqa savollar berasizlar? Buni bemalol kommentariyada yozsalaringiz, men albatta o'qib ko'rib javob qaytarishga harakat qilaman. Men 85-yilman. Yoshim 41da. Yana nimalarga qiziqasizlar? Mana shaxsiy hayotimni so'raganlar uchun mana bu javob. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar.